Men soham o'zi xotin-qizlar bo'yicha ishlayman mahallada. 2017dan beri. Meniki mana u anamaqada katta Suveyda ashunda o'roq bo'lgan. O'roq nimadan bo'lganini bilmayman, shu yurib, mana qo'limga bir narsani ushlamay qo'ygan. Hali ushlasam, qo'qqislar tushib ketaveradi. Men mana tomondan qulog'im bir narsani eshitmay qo'ygan. Hali oldimdan kamaz o'tib kelsa ham bilmaydigan darajada. Mana shu bir 5-6 yil burunda bu. Ishib ketdi mana oyoq. Yaxshi bo'lmasdan. Men o'zimizga lekin doktorga ko'rinsam ham 2 marta yurak xurujini o'tkazganman. Bu dedi mana yurakdiki dedi nimaga oyoqqa berib yuborgan, ishib ketib. Tezda operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedi. Shu bilan ajanga bordim. Borsam operatsiya dedi. Operatsiya ham endi katta pul ekan. Doktor ham xudo emas-ku. Bo'ldi, men seni mana shu bugun o'layotgan ekansan, naslkadan men ishingdan yurgizib chiqarib yuboraman, galibni taqib demaydi. Sharoit yuzasidan haligi narsani qildirishga menga imkon bo'lmadi. Undan burunroq o'shda xolam kelib olib ketuvdi. Uniki mana oyoqlari shunaqa buralib ketgan edi haligindaqa bo'lib, arg'amchini singari bo'lib. Haligi ichib 3 oy deganda umuman oyoqlar o'rniga kelib qoldi-da qaytib, yaxshi bo'lib. Uni o'rniga dedi, "Ashi men olganda icha olmaysanmi sen ham?" Dedi, "Yine bir pas xafa bo'lib o'tiring, ashlar o'shdan kelib olib ketib ichyapti." Nimaga biz mana shu O'zbekistonda turib o'zimizni oldimizda o'zimiz ichmaymiz? Bu voqeaga 7 yilmikin bo'lib qoldi. Uyga kelayne bir oyligimdan keyin oldi meni, haqiqatda olib ichaychi dedi. Meni kechasi uyqu yo'q edi. Mana katta Suveyda o'g'riganiga endi xudo tavba deysiz. Dalillarni qo'yib yuboring. Hali birov qarasa ham asabim o'ynardi, nimaga qaraverar ekan deb, hali asabiy odam singari. Aljonda asha xolam nutfani zakaz qilib olganda telefon qilishib, ash Qirg'izistonlik nimani chaqiring opani dedi. Chinor gastitsasiga olib borganman billa. Men ham o'zimnikini mehnat desam ko'rib, ichmasangiz bo'lmaydi opa siz ham. Haligini zakaz qilib olib, 10 kun 20 kun o'tgandan keyin mana katta Suveydiki ham qoldi og'rig'i. Belimki ham qoldi, ingisam tura olmasdi. Mana qo'lim ham sal o'ziga kelib yaxshi bo'lib qoldi. Asablarim ham joyiga kelib qoldi. Uni men hozir 3,5 yil, endi hozir ham ichyapman, eskidan ichyapman. Lekin buni ziyoni yo'q-da, hammasi giyohlar. Olamizda o'zimizni sog'lig'imiz uchun. Nima qilasiz deganlar bo'ldimi sizga? Bo'ldi, foyda qilmayapti. Hatto gruppada deganlar ham bo'ldi. Men nutq gruppasi bor-da menda. Buni olib ichib anaqa qilyapsiz. Gruppaga kirib hammaga motivatsiya berasiz, anaqa deysiz, manaqa deysiz, aljonni deysiz, nech pul bergan reklamaga deb. Shunaqa ham deb telefon qilishdi menga. Bu urushib ketgan kunlarim ham bo'ldi hali kechasi. Telefon qilishadi, 11 dan keyin qilishadi. Natija kutadi ichi bilan. Vaqtni o'tkazib, kasalni o'tkazib yorib, ichgandan keyin bu dori borib, tochkasiga borib ta'sir qilib, yaxshi bo'lguncha necha vaqt o'tadi. Hali endi boshlanib ichayotganlar tezroq yaxshi bo'lib ketgan bo'lsa, hali surinka o'tib ketganlar, nima onga ta'sir qildi, menga ta'sir qilmayapti deydi. Lekin bu o'zi aslida bu kasal kechagi bugungi kasal emas u. Necha yillab yig'ilib kelgan kasal endi suv betiga chiqdi qolqib. Shuning uchun dardni o'tkazib yuborgandan keyin bu yog'iga ham jicha sabrli bo'lishimiz kerak biz. Alijon shu nevarangizga bergan ekanda, Gilmin Kids'dan. Buni medasi bor, meda gisha deb qo'yadi. Mada qurutlar. Shuningni bahor oyiga men yozdim, mana shunaqa olib ichiraylikmikin desam oldim dedi. Alans qog'ozini jo'nating dedi. Dedi, olib jo'natdim bu bahor oyiga. Sharxonlik hozir telefon qilgan Solihaxon hoji ona bor. Ikkamiz olaylik sherik bo'lib dedi. Shu bilan uniga sho'pirim qo'shildi. Men ham olay, meniki ham bolam bor dedi. Shunaqa qilib bir pochkani 3 kishi oldik bo'lib, u Sharxondagi Solihaxon hoji onaniki 2 kunda tushdi. Meniki 5 kunda tushdi. Nutfaniki bu ham. Assalomu alaykum. Bugun uyingizga kimlar yig'dingiz? Bu yerda bari mana shu nutfa ichganlar. Kasal bo'lib, yaxshi bo'lib, oyoqqa turib, biz har nimada uzoq-uzoqda bir yig'ilamiz o'zimiz. Yig'ilib gaplashib, hali dardimiz o'zimiz bilan gaplashib, o'rtoqlashib, kimga qanaqa ta'sir qildi deb. Mana Kaskali Aljonga aytmoqchi, hammasi jigar bag'ir. Buning ichida Qashqadaryo bor, Surxondaryodan bor, Tojikistondan bor, Xorazm, Samarqand bor. Umuman hamma bir-birini taniydi.
Ko'rmagan ham taniydi ovozi bilan. Siz palonchixon yaxshimisiz deb. Nutva sizlarni birlashtirayotgan ekan. Birlashtirdi. Hammani bitta oila qilib qo'ydi yig'ib.